Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızın vaziyeti hakkındaki paranlarımızla başlayımız. Leksiyada Sadakacı Rozu Washington'da sözlerimiz. Bugünkü sağa 2025 yıl 4. ayının 27. günü hafta düşenbe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esasını güller denmezsen. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump, İtalya, Rom'daki Vatikan'da merhum Vatikan'ın Popi Fransa'nın matem murasımıga katlaşıvatkan mezgilde Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen 15 minut sözleştiği vatandaşım. Biz bugün bunu sizlerge alaydı vaziyet tariqisi yetkizimiz. İkinci vaziyetinin özgürüşü. Hazır cunla hayli yüz bergen özgürüş. Mesela alaylı harbi İşte komitetinin mağreyiz Can Yişa. Harbi hukukunu tamam igellep, Reisi Jinping'ni harbi hukuktan halas kılıp veya hali kılıp bir çetki çıkarıp koydu şu mezmunda Yaponia'daki obzorçi Johnson C'nin sözlerini sizlerge anlatımız vatandaş. Eğer Mısır'daki yinki vaziyet mesela Can Yişa Beijing'de Harbi İşler Komitetinin mağu reisi süptede Xi Jinping'nin koludaki harbi hukukun hemmisini ötküzüp algan bolsa, Cumhuriyet Partiyası'nın 20. nöbetlik 4. umum yığını tez aradı çakarılıdı vatandaş. Yani bu yığında reis Xi Jinping'nin istifa verişi, yaki ikinci sepke çekinişi digendek. Müşündak ciddi meseleler oturuğa çıkıdı vatandaş. Bu özgürlüğüş belki Cumhuriyet cemiyetigen bütün dünyaya zor özgürlüğüş elip gelişi mümkün. Çünkü şu nersini körüvelen ki burunki mesela Mao davrdık Gaugan Rausuşi ve yaki Mao'nun Limbiya davri ütüp gitti. Bu vakti çet el her kandak bir demokratik devlet Cumhuriyet içki işleri arlaşmagan edi vatandaş. İkinci nöbette endi Huyaban davri kelgen iş başkaça vatandaşım. Biz baştan ahır sözlep geldik. Huyaban mesela Amerika Birleşmiş Ştatları bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti diplomatik münasebet ornatkandan keyin demek bir yerde Amerika Cumhuriyet münasebeti degen bir münasebet şekillendi vatandaşım. Amerika Cumhuriyet münasebeti deydigan bir münasebet şekillendi vatandaşım. 79. yılı 1. ayının 1. günü Amerika Birleşmiş Ştatları Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti bilen diplomatik münasebet ornatıp 80. yılı kelgende Cumhuriyet'de 4 kişilik guruh degen ottırığı çıktı ve kolga elinde vatandaş. Karamet yıllar deyme bak mesela. 76. yılı Mao'dan kaza kıldı, şu yıllarda kolga elinde 4 kişilik guruh 80. yılları tazalandı degen gel. 80. yıllar tazalandı 4 kişilik guruh degen gel. 80. yıllarda anda Huyaban oturuğu çıktı. Partiya içinde demokratiya, hükümet içinde demokratiya, hatta açılgan 13. kurultayda demokratiyane teşebbüs kılış, saat elip verişin teşebbüs kılış, muşunda bir katar siyasi hareketler oturuğu koyuldu, özgürlük köpemez. Çünkü Kompartiyasının için cüretlik bir iş kılgan adam yok. Ya ki iş kılışla halaydıgan bir adam yok vatandaş. Ama Huyaban şu işine kılıçla halap oturuğa çıkıverdi. Huyaban'ı Cumhuriyet'in milletçileri kirekten çıkardı ve onu istifa verişke mecburladı ve şu vecden o yürek kişilik giriptar bulup kaza kıldı. Kaza kılgandan keyin temin okuvchilar hareketi pardı. Şundan keyinki okuvchilar hareketidan keyinki taki hazırgacha Cumhuriyet Kompartiyası hiç kaçan chet el yoki chet el ko'ishlari deb o'zi ko'zitib kelayotgan chet elda yetib keladigan demokratik kuch, demokratik uyg'unlik
demokratik islohot, sen ilib berayotgan islohot amaliyotda demokratik islohot bo'lishi kerak edi. Sen shunimi jur'at qilib demokratik islohot deb ism qo'yilmay, ishni ichib etish, iqtisodni qo'yib o'tish degan shaklda e'lon qilsangmi, shu kundan boshlab xalqaro jamiyat Jungoning ishlariga aralashishga boshladi vatandosh. Endi bizning demoqchi bo'lganimiz bugun agar Jungdan qayda ajoyib bir g'ayri o'zgarish o'rtaga chiqadigan bo'lsa, onda burunqidek yakki yegona bir mavzuni ixtiyordagi va kompartiyaning ichidagi qaysi birisining ixtiyoridagi hokimiyat ikkinchi bo'lib Jungo beshligiga yetib kelinmaydi vatandosh. Endi siz xalqaro jamiyatning qoshqapoqlariga qaraysiz. Xalqaro jamiyatning qilgan gaplarini anglaysiz. Xalqaro jamiyatning o'rinlashtirishlarini qabul qilasiz. Jungoning buningdan keyingi istiqboli Tungin Sayshankun xonim aytgandek, Dengshopingdan keyin Jungoda olamshumul o'zgarish bo'ladi degandek, bu o'zgarishga rahbarlik qiladigan kuch zada qaysi? Ya'ni kompartiyaning qoldiq kuchlari, Katamdan chiqadigan kuchlarmi va yoki yep-yangi qiyofat kirgan bir xil siyosiy kuch yoki bir xil siyosiy partiya Jungoning kelgusiga rahbarlik qiladi. Masala mushga keldi. Hozir Jansunjayning hikoyasida, so'zlagan hikoyasida Jang Yusha harbiy huquqning hammasini qo'lga keltirdi degan gap Xi Jinpingni asta-asta laylitib chiqarib qo'ydi degan gap. Shuning uchun tez orada 4-umumiy yig'in ochildi degan gap vaqtdan emas vatandosh. Tez arada 3-umumiy ochildi dedi, lekin vaqtdan emas. Shunga avval sizlarga bizdan topshirdig'imiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning Rimda, Vatikanda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Vatikanda Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishga vaqtga qiyofat. Nayta tabiiyligi shu yerdagi biranda bir xil hazil va chaqchaqmi bor vatandosh. Shundaqla chaqchaqning ichida yana siyosat maqsadim bor. Yozuvchi ajoyib piyes qayerga ekanligini bilmadim. Bu amerikalik muxbirdan qilgan ish bu. Mana chiroyli qezibdi. Shuni sizlarga material sizni topshiramiz vatandoshim. Orandan keyin ikkinchi navbatda bugun Jang Yusha to'g'risidagi Jansunjayning hikoyasini tahlil qilib sizlar bilan so'zlashamiz vatandoshlar. Mavzumunda Prezident Donald Trump bilan Zelenskiy, Ukraina prezidenti Zelenskiy 15 minut görüştü. Bunun içinde 3 xil ahamiyatli görünüş var. Mavzula xabar 4-ayning 26-kun Vanvi Torbeti e'lon qilindi xabar. Bunday başlandı. Ahire yüz görüştü. 15 minut. Lekin ahamiyati intayin chunqur 15 minut. Sizlar men so'zlagan so'zni bilishinglar kerak. Vatikan Popi Fransuzning dafn marosimi qatnashishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump va Ukraina prezidenti Zelenskiy oxiri yüz görüştü. Bu ham 2 oyda Oqsaroyda ikki taraf o'rtasida yuz bergan ko'ngilsiz ko'rishishdan keyin ikki davlat rahbarining yana bir qatimliq ko'rishishi bo'lib hisoblandi. 15 minut. Vatikanda nayta kang bir zal ichida bir-biriga o'dol o'ltirib kishilarga a'zoladagidek kulkulik tuyulsimi, lekin torbachilar YouTuberlar ta'sirlanib dunyoviy xarakterli bir ko'rinish yoki dunyoviy xarakterli bir manzara deyishdi. Ko'rishishda 3 xil ahamiyatli detal yoki 3 xil ahamiyatli mazmun bor. Birinchi, Fransiya prezidenti Macron rad qilindi. Video filmga qaranglar. Keng ketgan bir cho'ng zal. Ichiga 3 o'rindiq qo'yilgan. Shu asnoda Fransiya prezidenti Macron paydo bo'ldi. Bu suhbat aslida Amerika Ukraina
Fransiya üç taraf söhbeti bo'lishi kerak edi. Lekin Prezident Donald Trump Fransiya prezidenti Macron'ni derhal çekti. Gerçi ovozni anlig'ili bo'lmasa-mu, lekin Prezident Donald Trump'ning Macron'ni ittirib etish harakati shuncha tabiiy bo'ldi va shuncha tez bo'ldi. Prezident Donald Trump Prezident Zelenskiy bilan ayrim suhbatlashmoqchi bo'ldi. Fransiya prezidenti Macron ilojisiz maydondan ayrıldı. Ben şunu ko'rib qoldim deb davomlashtirdi yozuvchi, xabar yozuvchi. Tahlilchilar mundaq deyishdi. Bu bo'lsa-mu Prezident Donald Trumpning huquq san'ati. Mushu ko'rinish, mushu manzarda ifoda topgani Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning huquq san'ati edi. San'at degan so'zning ma'nosi u ta'bir bu ta'birni qo'yman deb avori bo'lmang. San'at degan so'zning ismning ma'nosi go'zallashtirish. Ichki dunyo obyektlarini va tashqi dunyo obyektlarini dal shunday ko'rishish, suhbat maydonlarini go'zallashtirishning o'zi bu san'at deb ataladi. Shunga bugun bu yerda bu manzara, bu ko'rishish prezident Donald Trumpning o'rinlashtirishi bo'yicha deylik san'atli. Huquq san'atini ko'rishtirishidir. İkinci ahamiyetli tarafi yoki kiyinish aloyligi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bironga o'xshashli cho'nqor qora rangli urush davridagi kiyimni kiygan. Qora ko'ylakni kiyib yuradigan shuni dedi. Qora rangli urush davri kiyimi kiygan. Unutib qolmanglar. O'tgan chog'da Oqsaroyda heliqi bir qatimliq ko'rishish kimdir birisining Zelenskiydan g'azablanishining sababi sening kiygan kiyiming mushimidi nima edi? Aybatlik Amerika Qo'shma Shtatlari, aybatlik Oqsaroy. Kostyum kiymay kirish. Oqsaroyga kostyum kiymay kirish. Bu albatta Prezident Donald Trumpga va Amerikaga hurmat qilmaganlikdir. Nurg'un kishilar diqqat qildiki, gachevat ekan Popi Fransiyning motam murosimi qatnashgan taqdirdami Prezident Donald Trump yanada alohida edi. Go'yo degidek barliq rahbarlar qora rangli kostyum kiyishgan. Qora rangli galstuk taqashgan edi. Faqat Prezident Donald Trump ko'k rangli kostyum kiygan edi. Men ko'rib qoldim deb davomlashtirdi bu xabarni yozuvchi muxbir. Belgilik suratda birisi Ukraina prezidenti Zelenskiyning so'z harakatlarini do'rab Prezident Donald Trumpga savol qo'yayotganligini, ya'ni sizning kiydigan qora kostyumingiz yo'qmi deyotganligini ko'rdi. Albatta Amerikaliklarning yo'sin qoidasi azaldan o'ziga talab qo'ymay, boshqalarga talab qo'yishdi. Yoki Prezident Donald Trump u kiymoqchi bo'lgan qora kostyumning jungoda tikilganligini tuyuqsiz bayqab qoldi bo'lgan. Üçüncü ahamiyetli tarafi ko'ngil qo'yib suhbatlashish. Ikki taraf Ukraina, Amerika, yani ikki Prezident Donald Trump ve Prezident Zelenskiy, ikki davlat rahbari bir-biriga yaqin o'ltirib suhbatlashdi. Prezident Zelenskiyning qiyofati jiddiyroq, sal oldiga ingishgan edi. Xuddi Prezident Donald Trumpga nimadir tushundirmoqchi bo'lganda. Ko'rishishdan keyin Zelenskiy to'rbatga fikr qoldirib, nihoyatda yaxshi suhbat bo'ldi. Biz keng kushada suhbatlashdik. Barliq muhokamalarning natija berishini umid qilaman deb yozdi. Ukraina xalqining hayotini qo'g'dash, shartsiz urush to'xtatish.
Ben tekrarlay vatandaşı. Ukrayna halkının hayatını qoğdaş, şartsız uruş toxtuş, şənçilik, uzun müddetlik tinchlik arqılıq, yana bir meydan uruş partlaşının oldun eliş. Bu bir qatımlıq söhbət intayin əhmiyyətlik söhbət boldu, deb yazdı Prezident Zelenskiy. Agar ortaq netice yartıdığan bolsak, tarihi karakterlik söhbət bolup qalıdı. Bari yok. 15 minut söhbət, kən kuşadı söhbətli şey. Ukrayna Prezident Zelenskiy yenila gep qilishni biladikan. Lekin yani onun Zelenskiyning söz ibaralariga diqqat qilinglar. Bu qatimqi söhbət intayin zor simvol xarakteriga ega. Belki tarihi karakterlik söhbət deb atılışı bu tamamen mümkün. Yukarıda sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'dan Stalyaron Vatikanda merhum Vatikan Popi Fransa'nın matem murasimiga qatnashish aralığında Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan 15 minutlik söhbət o'tkazganligi yoki 15 minut so'zlashganligi şu manzara, oşu qiyofat, suratli xabarning mazmunini sizlarga anlatdik vatandaşlar. Bu yerda shartsiz urush to'xtatish bu bir nokta. Demak, tutishdi. Prezident Zelenskiy Prezident Donald Trump'ning so'zlariga va talab fikrlariga qo'shildi. Endi Ukrayna-Rossiya masalasi, Rossiya-Ukrayna urushi masalasi mushu ravishda, mushu tariqida atyogan kelishim imzalash bilan hal bo'ladiganligiga ishonchimiz komil vatandoshlar. Yani alayda bir çiçek çıkmasalar, oldingi shart alayda bir çiçek çıkmasalar.